Assalomu alaykum do'stlar, barchaga a'lo kayfiyat. Bizda Premium Trade sun'iy intellekt bilan kollaboratsiya qilingan saytimizda yangi signal olish jarayonidamiz. Euro USD analizdan keyin tillada qilishga qaror qildik. Mana ko'rishingiz mumkin, tillada M1 time frame ga o'tamiz. Mana ha USD. Xo'p, tillarning hozirgi jarayoni, buni birga-bir ko'rishinglar uchun biz real vaqtdagi Trading View orqali ham ko'rsataman. 4126 da, narx 4126 da. Xo'p, mana Trading View. Xo'p, ana shu jarayonni biz endi sun'iy intellektdan so'raymiz. Sel beradimi, buy beradimi? Hozir birgalikda test 2. Xo'p, screenshot qilib olamiz. Rasmni kopiya qildik. Endi tahlilga o'tamiz. Mana bu joyga rasmni joylaymiz. Mana ko'rishingiz mumkin. M1 analizdagi rasm. Xo'p, bizga narx bo'yicha, ya'ni price action, SNR hamda tillada ko'proq trendlar bo'yicha shu uchala strategiya bo'yicha analiz qilib berishini so'radik va tahlilni boshladik. Xo'p, do'stlar, bu sun'iy intellektimiz barcha aktivlarda, barcha valyutalarda analiz qilib beradi. Hozir jarayonni ko'rishinglar mumkin. Xo'p, mana o'zi tillarning holatini ko'rsanglar bo'ladi. Tillarning holati M1 da umumiy olganda mana bu range holatda turibdi. Range'ni buzib o'tsa yo bu yoqqa yuriladi. Bizda sun'iy intellekt ham buni neytral chiqarib beryapti. Xo'p, mana qanaqa kichik holatda sel ishlash mumkin deyapti. Mana 4125 dan 4130 ga, ya'ni stop loss 4120, ya'ni bu yoqqa. Demak, biz biroz tillada zonalar buzilishini kutamiz. Neytral birga bir atnashingda berilgan signal ham yurib berdi. Ko'rishingiz mumkin. Mana sun'iy intellekt bizga 4125 dan selligini, stop loss 4130 daligini ko'rsatdi. Mana hammasi birga bir atnashingni neytral qilib beradi. Birga 1, birga 2 dan boshlab sel yoki bayligini точно aytadi. Bizda ko'rishingiz mumkin, barchasi ishlab berdi tillada ham. Hozir tillada biroz biz aytgan zonada narx rangedan chiqdi. Ana endi atkat bergandan keyin biroz yana signal olib ko'ramiz. 3-signalni testini birgalikda ko'ramiz.